Bo'ldi bo'lmasa, 1 soatdan keyin o'sha notariusda ko'rishamiz. Ha aytgancha, pulni naqd qilib olarsizlar. Prosta mashina qarzga sotmaymiz-da. Bo'ldi aka, naqd qilib olamiz. Bo'lmasa 1 soatdan keyin ko'rishamiz. Mayli. Xudo xolisa yaxshi mashina oldi va-da. Ha, yaxshi bo'ladi. Xudo xolisa vazam haydaysiz. Endi chatoq bo'ldi bu yog'i. Hali notariusda nima gap, nima so'z. Bularning ahvolini notariusga borganda ko'ramiz. Yo'llaring ketdi. Assalomu alaykum. Akani kutib qolmadinglarmi? Ketdim notariusga kiramizmi? Bo'ldi, kiramiz. Kirishdan oldin hisob-kitob qo'yaylik. Bo'ldi, xo'p. Hozir. Adajon, pul uzatib yuboring. Ma bolam, chiq. Mana aka, kelishilgan pul. Notariusga kiramizmi? Aka, bir minut choshmay, sizga gap bor edi. Bu yoqqa qarab oling. Ana nima gap aka? Tinchlikmi? Siz ham usti ko'rinishga qarab baho berib qo'ydingiz aka. Bu hayotda insonning ustida inson kulsa mayli aka. Lekin insonning ustida taqdir kulmasin aka. Bugungi bo'lgan ish sizga saboq bo'lsa aka, bergan pulimizga rozimisiz. Siz ham mashinangizga rozi bo'ling. Aytgancha, faqir kishi qanada yaxshilikni ko'rishinglar. Sog' bo'ling aka.